Всем привет, man qadrli любимчиklarim. Oldindan aytib qo'yib, bu meni tug'ishimdan avvalgi videoyim. Boy dadajonimning tug'ilgan kuni va iftorli bo'lganligi sababli ko'k-somsa qildik. Bunda menga bujonim va kelinoyim yordam berdi. Kelinoyim piyozlar to'g'rab berdi, bujonim ko'katlar to'g'rab berdi. Men bo'lsa xamir qilib, xamir yoyib, ularga birgalikda qarashdim. Xamirni ko'p qilganligim sababli faqatgina somsa emas, qallama, somsa, qallama patram qildik. 4 ta listda somsa, 2 ta qallama va 2 ta qallama patr chiqdi. O'rtoqlar ham bahor kelib uyda ko'k somsa, ko'k mantilar qilishni boshladi. Biz ogortimizda shpanat ekilganligi uchun shpanatdan qildik. Ichiga yog' quyib, qaymoq solib, undan tashqari ser piyoz qilsa, shunaqangi selli bo'ladiki, bay, ishtahalar ochadi. Bilaman, hozir ko'pchilik kommentariyaga yozadi, Instagramga odatiy videolarimni qo'ymayman deyatdi-ku deb. To'g'ri, men Instagramga bir oy odatiy videolarimni qo'ymayman, chunki Telegram yurgizmoqchiman. Zakrit Telegram kanalimni bir oy yurgizmoqchiman. Bola bilan osonroq bo'ladi, lekin bu videoni avval olib qo'yganligim uchun udaltib tashagim kelmadi-da, montaj qilib qo'yib endi bir oy meni Instagramda kam ko'rasizlar. Sababi Zakrit Telegram kanal yurgizaman. Kim meni yo'qotib qo'yishni xohlamasa, profilim shapkasida silka orqali Telegram kanalimga o'tib olinglar. O'shda o'g'lim bilan birga videolar joylaymiz. Bundan tashqari o'g'lim rasmini ham joylaganman. Telegram kanalga ismini ham aytib o'tganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, profilim shapkasida Telegram kanalim silkasi bor. Qaranglar, o'sha shuncha gapni gapirguncha qallamalarim ham, qallama patrim ham, undan tashqari somsalarim tayyor.